Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 26 mart 2026 yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 24 so'm 39 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12.171 so'm 61 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.217.161 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.1% ga tushdi. Yevro 23 so'm 41 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.117 so'm 85 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.411.785 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.7% ga tushdi. Rossiya rubli 1 so'm 94 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 149 so'm 80 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 149.800 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 5.8% ga tushdi. Xitoy yuani 6 so'm 16 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1763 so'm 92 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.763.920 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.4% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 88 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 81 Rossiya rubli 25 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8125 Rossiya rubli 24 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 6.1% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.